Kuzatuvchilarimiz, hozir bizda ikkinchi funksiya boshlanadi. Patsientkamiz birlamchi bepishlik 12 yil bilan bizga Qashqadaryodan murojaat qilganlar. Bu ayolimiz ukollarini 1 soat kech olganlar, ma'lum bir sabablarga ko'ra. Lekin vaqtida ogohlantirdilar. Bu joyda eng muhimi, yaxshi ham bulardan keyin funksiya yo'q edi. Agar bular olgan paytida bizda funksiya bo'lganida, biz bu ayolimizni vaqtida funksiyaga ola olmasligimiz mumkin edi, yorilib ketishi mumkin edi. Shuning uchun har doim iloji bo'lsa 2 soat oldin dori topishga va shunga qarab straxovka qilib qo'yishga harakat qilinglar. Ikkinchi funksiyamiz chiroyli qilib yakunlab oldik. Patsientkamiz yosh 34 yoshda, AMGlari 2/1. Bu ayolimizdan asinxronniy rost bo'lgani uchun, ya'ni hammasi baravar o'smaganligi uchun 5-6 ta tuxum hujayraga mo'ljal qilgan edim. Hozircha 8 ta tuxum hujayra olindi. Birozdan keyin sifatini ko'ramiz, shunga qarab urug'lantiramiz yoki banking programmasini qilamiz. Sababi patsientkamizning anamnezlarida bular boshqa viloyatda 2023-yilda eko programmasini o'taganlar. 23 ta kletka olingan so'zlaridan shundan 12 ta embrion hosil bo'lgan. Lekin 12 ta embrionni embriotransfer qilishmagan, 2 marta embriotransfer bo'lgan, omadsiz yakunlangan. Qolgan embrionlar sifati yaxshi emas deb embrion ekishmagan. Shuning uchun shundan keyin bizni klinikaga murojaat qildilar. Ilohim bizni klinikadan homilador bo'lib ketish nasib qilsin.